Biz O'zbekistonda eng toza asallarni yig'ib chiqishni boshladik, xudo xolasa. Yaxshi asallar olinardi. Hozir O'zbekistonda unaqa tabiat yo'q deydiganlar uchun. Mana bu tabiatni ko'ringlar. Bu tabiatda asalari bemalol asalni o'zi yig'a oladi. Shakar yo boshqa qo'shimcha kerak emas. Mana tabiatni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda asallar pastkasi. Eng kuchli asallar mana shu yo'ldan chiqadi. Juda ham kuchli, immunitet ko'taradigan, quvvatni ko'taradigan asallar hammasi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul. Kamida 4 soat yo'l yurib, asalari pastkamizga keldik. 1-iyun asal yig'ish jarayonida O'zbekistondagi eng chiroyli tabiatlardan biri, eng kuchli asallar olinadi. Eng yuqori diastazadagi asallar olinadi. Kamida 20 xil, 30 xil giyohdan olinadi. Erta bahordan boshlab iyulgacha har xil giyohlar aralashadi. Va shuning uchun ham eng kuchli asallar 38-50 diastazali asallar chiqadi. Tabiatda ko'rishingiz mumkin, juda ham boy O'zbekistonning haqiqiy Shvetsariyasi. Ekologik toza bo'lgan, hech qanday ishlab chiqarish, sivilizatsiya ham yetib kelmagan joydan asal olinadi. 3 soat, 4 soat eshakda asallar flagada olib tushiladi qishloqqa. Kimga shunaqa asallar kerak bo'lsa, 1 oy davomida tayyor bo'ladi, miqdori juda chegaralangan, zakazni oldindan olib qo'yaveramiz.